Bu bola kimligini bilmayman, lekin kechasi duo qilib Getmirning qo'lini tuzatdi. Osmondagi xudosi bilan aloqasi yaxshi. Balki buyuk ambiyolardandir. Getmirning qo'llarini tuzatishi uchun Xudoning xos qullaridan bo'lishning hojati yo'q. Yusuf uni kechirsa, tuzaladi demaganmidim? Juda soz ko'rgan tushimga unda nima deysan? U tuyada ketar ekan, ortidan hammayoq yam-yashil o'tloqqa aylanib borardi. Bu bir tush. Sen Xudoning ishini bilmaysan. Kimga zulm qilsang seni jazolaydi. Yo bu dunyoda, yo u dunyoda. Agar mazlum seni kechirsa, Xudo ham seni kechiradi. Bu yerlar yam-yashil maysazor edi. Bu yil yomg'ir kam yoqqani tufayli hosillar ham yaxshi bo'lmadi. Qo'rqamanki, qurg'oqchilik shunday davom etaversa, xalq jabr ko'radi. Shundan juda xavotirdaman. Alloh har bir quliga mehribon va rahimlidir. Malik og'a, yo'lovchilardan birini ahvoli yaxshi emas. Borib ko'ra olasizmi? O'zi kasal edi. Bugun ahvoli yana ham og'irlashdi. Ahvoli og'ir. Tuzalishiga umid yo'q. Juda yomon. Lekin uni bu yerda tashlab keta olmaymiz-ku. Nimadir qilish kerak axir. Unga maxsus taxti-ravon hozirlang. Keyin jonivorlarga uni bog'lab mahkamlaymiz. Shunda o'zimiz bilan olib keta olamiz. Siz hali tuzalib ketasiz. O'lim bilan hayot Allohning qo'lidadir. O'g'lim, meni shu yerda qoldirib ketinglar. Yaqinda men o'laman. Qoldirib ketinglar. Men yoningizdaman, tashvishlanmang. Siz albatta sog'ayasiz. O'lim ham hayot ham Allohning izmidadir. Noumid bo'lmang. Sen bu bemor odam bilan birga ketyapsanmi? Aytdim, quloq solmadi. Uni yolg'iz qoldira olmayman. U bilan qolishimga izn bering. Kasallik o'tib ketgan. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Alloh yordam beruvchilarni sevar. Mendan xavotir olmang. Unga ko'z quloq bo'l.
Falih! 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 Bu qariya sog'ayib ketdi, ko'ryapsanmi? Yusufni qo'li tegishi bilan oyoqqa turdi bu. O'zingizga keldingizmi? Ko'rib turganingizdek sog'aydim. Men yaxshiman. Uni sen yaxshi qilding. Menmi? Xuddi Gitmerni qo'lni tuzatganingdek. Shifoni Alloh berar. Men bor yo'g'i duo qildim. Malik og'a! Malik og'a, kelib qarang. Bemor shifo topdi. Keling, siz ham bir ko'ring. Lekin nima uchun bemorni oldida bo'lishni xohlading? Men ham sizdek bir yo'l ko'rsatuvchi sarbonman. Yaxshi sarbon egalarini manzillariga sog'-salomat yetkazish kerak. Nima bo'ldi? Yusuf menga taxt-ravondan turib piyoda yuring dedi. Men ham o'rnimdan turdim. Ko'rib turganingizdek ahvolim endi yaxshi. Sog'ayib ketdingmi? Qoyil, buni qara-ya. Meni hayotimni Yusuf saqlab qoldi. Agar yonimda bo'lmaganida, shubhasiz u dunyoga ravona bo'lgan bo'lardim. Rahmat Yusuf. Bu ish hammaning qo'lidan keladi. Aslida men hech narsa qilmadim. U o'lim to'shagida edi, hech bir umidimiz qolmagandi. Xudoying kimligini bilmadim, lekin shuni aniq ayta olamanki, u juda qudratli hamda seni qattiq sevadi. Men uchun duo qilganingni ko'rdim. Seni duoing ahvolimni o'zgartirdi, o'g'lim. Parvardigoring seni duolaringni qabul qildi. Yurishda davom etamiz.